Biz musulmon bo'lish sübtimiz bilan musulmonlik imtihonimizni muvaffaqiyatli o'rindashni o'ylaymiz. O'lib Allohning oldiga borganda musulmonlik imtihonidan muvaffaqiyatli o'tib, Allohning roziligiga erishib, jannatga kirishni orzu qilamiz. Jannatning qanday holatda ekanligini bilmasakmi, yanla shuning uchun boramiz. Balki nima uchun bu yerga borasiz deb so'ralganda beriladigan javob bu emas. Jannatga kirish bir vosita desak, amniyatda biz imtihon ishida turyapmiz. Rasmiy islomga kirib, ertasi jannatga kirish holatida bo'lmay, uning aksincha musulmon bo'ldim, meni imtihon qiling deyishni orzu qilishni va islom diniga kirgandan keyin Allohning bizni bir kun 50 yil yoki 80 yil, hatto 100 yil qanchalik xolisa shunchalik imtihon qildiganligini, bu imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan insonlarni jannatga kirgizadiganligini bilamiz. Undaqda nima bilan imtihon oladi degan savolni o'zimdan va boshqalardan so'rsam, buning javobi aniq bo'lib, namoz, ro'za qatorliqlari bilan imtihon oladi degan javob berildi. Berilgan bu javob intayin to'g'ri. Shundaqdimi imtihonda muvaffaqiyat qozonishimizga to'salg'i bo'ladigan dushmanning nima ekanligini bilish lozim. Masalan, uyni isitish uchun uydagi parni etishdan burun uyga kiradigan sovuqning oldini olishni bilish lozim. Ya'ni uyning derazasi va havodarlar ochiq bo'lsa, parni ochgan bilanmi uyni isitish maqsadiga yetkili bo'lmaydi. Shunga deraza va havodarlarni itib sovuqni to'sish lozim. Shundoq bo'lganda par uyni isita oladi. Musulmon bo'lish sübtimiz bilan namoz va boshqa ibodatlarni yaxshi qilib, Allohning rizoligiga erishish orqali jannatga kirishni orzu qilamiz. Ammo bu yerdagi muhim masala bo'lsa, imtihonda muvaffaqiyat qozonishga to'salg'i bo'ladigan dushmanni bilishdir. Chunki Alloh buyurgan namoz va ibodatlarni qila olmasak yoki cheklganidan yonmasak, shaytonning sababidan bo'lgan bo'ladi. Shunga dushmanni tunimoqcha ro'za tutolmaymiz. Tutgan ro'zimi ro'za bo'lmay qoladi. Bu dushman bo'lsa, tasavvur qilganingizdek shayton bo'lib chiqadi. Alloh bizga shaytonni bilishga buyurdi. Shaytonni bilmagan kishi Alloh bekitgan har xil chek-chegarani bilolmaydi. Shayton haqida hech qanday ma'lumot yo'q kishi o'ngdan kelishni kutgan taslakni so'ldan yeydi. Shunga biz shaytonni tunib, shaytonga qarshi tadbir qo'lini olsak, ondan iymon bilan yashab, iymon bilan o'lish kurashida g'alaba qila olamiz. Bu orqali Alloh xolisa jannatga kira olamiz.